alaykum, bog'dorchilik nihollari podpischiklari. 2025-yil 16-may sanasida sizlarga yangi sortdagi skina giloslarimizni ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa erta pishadigan hududga ekilgan 16-may sanasida turetskiy skina giloslarimiz mana shu holatga keldi, pishib yetildi do'stlar. Xudo xolasa uzilish jarayonlari ertadan boshlanadi. Xo'p, 5 yoshli 4 ga 5 sxemada ekilgan turetskiy skina bog'imiz 5 yoshda mana 100 kilo, 150 kilogacha meva olgan. Daraxtni xudo xolasa yil 6-bahorda ko'radi. Gullaganda o'zini 150% chaynlab olgan do'stlar. Mana ko'ringlar. Daraxtni ko'tarilmay egilib yerga tegib ketyapti. Ko'p joylarda bilamiz, giloslar chaynlamaydi. Bu gilosimiz O'zbekistonda hamma viloyatiga hamda O'rta Osiyoni O'rta Osiyoda hamma davlatlarga tushaveradi. Issiqda ham, sovuqda ham o'zini o'zi chaynatib, mevani shunaqa quyib meva solaveradi hamma joyda. Buni ham ishonchli ko'chatlarini bog'dorchilik nihollari kanalidan olishlari mumkin. Noyabr oyiga ko'chatlarni ko'paytirib qo'yganmiz. Skina gilosimiz shu bo'ladi. Kalibri lekin Royal Tiago, Svitarianalardaqa umuman kalibri chiqmaydi. Lekin buni tarbiyalab, kuzda ko'proq kesib, KGB usulda tarbiyalab, 50 sm ga qo'yib kesib, yaxshiroq tarbiyalasalar, kalibr 32-34 gacha qilsa bo'ladi. Lekin 1 kilodan, bitta tupidan 10 kilo, 15 kilogacha meva qo'yib, qolganini kesib tashlash kerak bo'ladi. Hozir bizda umuman KGB usul paytda foydalanilmagan, o'zining holatiga qarab kesib parvarish qilingan. Shu sababli daraxt katta bo'lib, mevasini ushlab, egilib, ko'tarilmaydigan darajada bo'lib, bir tupida 100 kilogacha mevasi bor. Hammasida do'stlar. Zo'rasiz gilos tugamaydi. Kuniga 1 oy uzasiz, oxiri tugatasiz do'stlar. Tugamaydigan gilos shu bo'ladi. Mevasini xudo xolasa yaxshi bu giloslarimizdan hosildorlikni quyib yuboradi. Har bitta shoxida meva bor. Gullagan gulini hammasini 100% ushlaydi. Yonida boshqa daraxtlarda bir 30% gacha chaynatib beradi. Valovoy sersa, bahor gilos, boshqa giloslarda 30% gacha chaynatib beriladi. Buni qulaylik tomoni ko'p meva soladi. Uyga ekib qo'ysalaring, masalan, valovoy sersalar uyga eksangiz 10 yilda ham zo'rg'a meva kirishi mumkin. O'shanda ham 5-6 dona meva soladi. Bu turetskiy skina gilosimiz ekkan yillardan keyingi yildan shu meva kiradi. Meva kirganda ham gullagan gulini hammasini ushlaydi. Uy xo'jalikka bola chaqalarni yeysin deb eksalaring, menimcha yaxshi bo'ladi. Chunki ekansizlar, 2 tutasizlar, shu holatda quyib meva soladi. Xudo xolasa yaqindan ko'rsatib beraman mevasini. Kalibri hozir bunda 26,5, eng kuchligi 28 gacha chiqib berishi mumkin. degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar.